Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana bir qator quyonxonamiz yana obzor qilib beramiz. Italiya Hikol, Karlik Baran, Italiya Hikol, Karlik Baran. Sames bu. Baran samka. Bu ham samka, mana buni bolalari bor. Bolalarini ko'rsatib o'tamiz hozir. Karlik baran quyonchalarimiz bular. Maşallah, barakasini bersin. Onasi juda chiroyli. Hikol quyonimiz bu. Bu ham Hikol, Italiya toza. Karlik baran quyonimiz bu endi joy qilib qo'ydi inshaalloh. Nomerlarimiz mana bu yerda yana Hikollarimiz tuqqan. Alloh barakotli qilsin ilohim. Ular joy qilib qo'ygan. Mana bu Hikolimiz ham tuqqan. Albatta like'larni bosib turamiz. O'rtoqlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Ya'ni poddeshka sizlardan. Ana bular ham xudo xohlasa joy qiladi. Mana bu yerda ham bolalari Hikoldi. Shu mini quyon fermamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, shu mini fermamizga qandaydir bir nom topishimiz kerak-da. Nima deysizlar? Nima deb nom bersak bo'ladi? Shu mini fermamizga. Albatta fikringlar qiziq biz uchun. Kommentariyaga yozinglar, qanday nom qo'ysak bo'ladi fermamizga. Albatta izohlarda qoldiringlar. Like'larni bosib, poddeshka qilib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammaga rahmat. Alloh rozi bo'lsin barchalardan. Fermamizning nomini nima qo'ysak bo'ladi? Mini ferma nomini. Albatta izohlarda kutib qolamiz sizlardan. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.